Kompyuteringiz agar Photoshopni ko'tara olmayotgan bo'lsa, eski kompyuterlardan bo'lsa, u sizga Photoshop kerak bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bitta sayt bor ekan. Bu saytda mana shu sayt Photopea degan sayt. Bu saytda onlayn ishlaysiz, ya'ni sizni kompyuteringiz zo'r bo'lishi shart emas. Buni через telefon kirib ham qilsangiz bo'ladi. Ya'ni kompyuter versiyaga o'tirib render qilganda, boshqa qilganda sizni qilayotgan nimangiz kompyuter bo'lsin yo telefon bo'lsin zo'r bo'lishi shart emas, ya'ni chunki через sayt qiladi hamma narsani, renderni. Bu onlayn qilganning hisobiga hech qanaqa nima talab qilmaydi, ya'ni telefonning quvvati zo'r bo'lishi kerak, protsessor zo'r bo'lishi kerak yoki kompyuter zo'r bo'lishi kerak degan narsani talab qilmaydi. Buni onlayn oddiy nima qilib ishlasangiz bo'ladi. Meni bilishim bo'yicha bu sayt nima emas, pulli emas, ya'ni tekin. Noy proyekt qilib nima qilyapti? Har xil nimalari bor ekan. Studiya uchun, masalan, Instagram uchun, YouTube thumbnail yasash uchun har xil shakllarda onlayn yasasangiz bo'lar ekan.